Endi yangi oilamiz. 1-2 yil sabr qilsangiz, uyimizni zo'r qilib remont qilaman. Aslo unday demang, qalbimni sultoni. O'zim sizga yelkadosh bo'laman. Boshimga baxt qushi qo'nibdi-ku. Endi ozgina sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon yaxshi bo'ladi? Hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Qilish kerakda. Nimadir bo'ldimi ovqatga? Yo'q, hammasi joyida. Qani bering. Voy, qanday ichdingiz? Nima qilib qo'ydim men? Aybdor. Menga qarang, sizga hozir boshqatdan ovqat tayyorlab beraman. Aybimni yuvaman qanday? O'tiring, shart emas. Xijolatdaman. Nima? Sho'r bo'lgan bu, dengiz suv solganmiz, ha? Peshonamni sho'rni solganman. Chidaysiz, uchasiz. Limon choyga jinshin solib damlab beraymi? Yo'q, ozgina boshim og'riyapti, xolos. Sizda urintirgim yo'q. Xasta bo'lma jonim, o'lib qolaman. Voydod. Ha, nima bo'ldi yana? Boshimga shkaf tushib ketdi, yorildi boshim. Hozir chaqirdim, kelishadi. Doktorlarmi? Ustalar shkafni tuzatib qo'yish kerakmi? Mayli, men ishga borib kelay, siz yaxshi o'tiring. Sizga qaytishni olib kelay, umr yo'ldoshim. O'zingizni asrab kelsangiz bo'ldi, qalbim sohibi. Minnatdorman. So'rang, nima olib kelay deb so'rangmi aytay? Ha, nima olib kelay? Xolodilnik, televizor, pilisos, kir mashina hammasi kerak. Hozir oylik tushsin, pul yo'q, qiyda olaman. Imkondan oling. Imkon do'konlarida kirib kelayotgan Yangi yil bayrami munosabati bilan sehrli Yangi yil aksiyasi ketmoqda. Yo'q-e? Imkon do'konlarida barcha turdagi mahsulotlarni 50% gacha bonus bilan xarid qilishingiz mumkin. Qanday bo'ladi u? Agar mana shu tikuv mashinani xarid qilsangiz, sizga 3.319.000 so'm bonus beriladi. Bu bonus qana imkon narsa olsam bo'ladi-da. Albatta. Zo'r ekan-ku bu. Agar mana shu avtomat kir mashinani xarid qilsangiz, sizga 817.000 bonus beriladi. Nimaga oldinroq kelmadimman? Xotinjonman, imkondan oldin boraman. Kelmang, menga fen, taroq, tush, ukopka qilishga taroq, lak, pomoda. Olaman